Jonima ham tegdi. Men nonini yopayman, ovqatini qilayman, buni bachasiga qaragaymi, kirini yuvdiydi. Men ham qachon ramsiyalar eriga o'xshab jo'ralarim bilan aylanaman. Jonima tegdi-ku meni ham. Ey, nimaga bu yuvilmagan? Axay, ulgura olmadim g'aybi. Men ham temir emas-ku, men ham odam-ku. Hay, yuvaman. Menga qarang, bacha 2 yoshiga to'ldi, lekin holi yura olmayapti. Ammo uni massaja olib borish kerak. Siz doim yuraysiz dugonalaringiz bilan. Qanday qilib yursan? Ayt massajga. Men olib boramanmi? Ibi, u yoqda hamma ayol kishi olib boradi-ku. Men u yo'li o'ylaman u yerda, Ibi. Yur, oldinga tush. Hay. Qilayotganlar, o'zi ham xuddi tangimdek qilyaptilar. O'zingni yig'na. Ha, men hech nima deganim yo'q. Bu massaj yaqinda mana Qorako'l tuman Sardorbek klinikasida ochilgan yosh bachalar ana shunday massaj qiladilar. Undan tashqari keyin ana hijama, zuluk, yana keyin nimalar bor, ko'p hamma narsasi ichida. Yana keyin ayollari ham massaji bor ekan. Sen balo yeb o'tiribsan bu qilmasa. To'g'ri qolib ket. Hayt, men siz olib kelandim. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Dada, shoshlik olib bering. Uyda nima degandim senga? Bozorga faqat maktab forma qilgan ketyapsiz. Boshqa narsa deb janjal qilma, tushundingmi? Alo Jamshid. Shunaqa degandingiz. Xo'p, bilar ekansan-ki, endi jin yur. Shoshlik ham olib bering. Ana o'zingga tikilgan turibdi, o'g'lim. Aniqmi dada? Yopolo turibdi, to'g'rimi? Sal katta emasmi? Qo'ysiz, sen nech pul qilib berasiz? 500 ming. Yey. Yech ketdik. To'xtang. Nech pul berasiz? 100 ming beraman. Bo'lmaydi. Necha? Xo'p. To'xtab turing. Ozroq qo'shing. 102 ming qilib beraman. Yo'q, umuman to'g'ri kelmaydi. Yecha. Yechayman, yechmayman. Hamma narsa qimmat bo'lib ketgan, otasini narxini qo'ygan bo'ladi deyman. Dada, mo'rsachaylik. Men senga nima degandim? Bozorga borsak faqat maktab forma ol. Bo'ldi, ichmayman. Dada, sal katta emasmi? Yo'q, zo'r turibdi, to'g'rimi? Sal kichkina ekan, kattaroqdan beraymi? Shu issiqda obedgacha bozor aylanib, hech narsa olganimiz yo'q. Narxni o'yin qimmat bo'lib ketgan. Dada, yana 2 ta yesam bo'ladimi? Yemayman bo'ldi. Zo'r joyni bilaman, arzon va sifatli. Salqin joylar-a? Dada, endi yakuniy chegirmalar bo'lyapti ekan. Yurchi. Dada, barcha turdagi mavsumiy tovarlarga 70% lik chegirma e'lon qilinibdi. Bu chegirma yiliga bor yo'g'i 2 marta bo'lar ekan. Ulgurib qopmiz-a? Bundan tashqari yangi kolleksiyalarga ko'plab turdagi kiyimlar kelgan. Barcha yoshdagi o'quvchi va talabalar uchun formalarni injiniringdan topishingiz mumkin. Bizlar ham shu yerdan olaylik. Aka, kelishtiring, arzonroq qiling. Aka, chegirma narxi yo'q. Uyaltiryapsiz-ku. 90-yildagi domla va ota-ona. Ikki ko'paygan uchun nechi bo'lagan narsalar? 7 bo'ladi. Ha? Senlarga nechi marta o'rgatganman? Yo, meni uchun o'qiysan, ha? Seni otangni qanday yaxshi o'qiydigan odam-da? Sen qanday qachon o'rgatsan, ha? Sen hamma qo'chqor urasan, qishloqda hammanikini urasan. Assalomu alaykum dada. Nimaga yig'lab o'tiribsan? Domillon urdi. Domillon urdi? Domillonga o'zidan o'zi urmagandir. Dars qilmagansan, shu uchun urgan. Seni domillon odam bo'lsin deb urgan. Tushundingmi? Bu darsingni qil. Hey, vel. Hozirgi domla va ota-ona. Asilbek, men sizga mana bu formulani 3 oydan beri tushuntiraman. Siz tushuna olmayapsiz. Agar o'qigingiz kelmasa, meni ham o'zingizni ham qiynamang. Undan ko'ra borib uyingizdagilarga ayting, o'qimayman deb. Iltimos. Men sizni o'qimayman deyman. Yo'q, Asilbek, siz meni noto'g'ri tushundingiz. To'xtang. Nima qilasan o'g'lim Mursha? Nima qildi? Opa, hozir qamoqda chirtaman, tushundingmi? Qamoqda chirtaman. Seni? opa urgan yo'q o'g'lingizni. Hozir hammasi tushunadi. Sen kimsan? Tug'ib qo'ydingmi? Yo'q, Nimaga hammasi tushuntiraman, o'tirib oling. Qayerga urdi? Kim tinchman yuzim avursa. Shunaqa darajada kuchli bo'lib ketdingmi? Opa, o'tirib oling, tushuntiraman opa. O'tirmayman. O'tiring, gaplashamiz. O'tir. Nimani tushuntirasan?
Opajon, men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Ya'ni bizning Acharya universitetimizda talabalarga kerakli hamma sharoit yaratilgan. Undan tashqari, bizning universitetning talabalariga bepul bittadan noqul sovg'alar. Opajon, bizning Acharya universitetimizda darslarni Hindistondan kelgan malakali mutaxassis o'qituvchilar o'tishadi. Opajon, ko'rdingiz, bizning universitetimizda talabalar uchun shuncha sharoit yaratilgan. O'g'lingizni o'zi o'qiy olgan yo'q. Men unga to'g'ri tushuntirdim, u sizga noto'g'ri tushuntirgan. Baraka etmoqchi. Nimaga yolg'on gapirding? Ha? O'qituvching urmagan ekan-ku. Shundoq sharoitda o'qimasang, uyga borib mol boqasan. Urmang opa, urmang. Endi kelajagingiz o'z qo'lingizda. Yoki Achariyada o'qing, yoki mana bu bolaga o'xshab mollarni boqing. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar.